Ko'pchilik odam boshiga kelayotgan sinovni ko'tara olmaydi. Shikoyat qilib yoradi, nolib yoradi. Taqdirga rozi bo'lmaydi. Lekin qazoni makruhiga rozi bo'lish ishonchning eng oliy darajasi hisoblanadi. Qaytaraman, makruhga, taqdirning makruhiga, sizni ko'nglingizga yoqmaydigan joyi kelib qoldi taqdirni. Peshiningizga yozilgan shunaqa ish. Taqdirning makruhiga rozi bo'lishlik ishonchning eng oliy darajasi hisoblanadi. Bir kishi Ka'bani tavof qilar ekan, Robbisiga duo qildi. Parvardigor, mendan rozimisan? dedi. Bu odam orqasida Imom Shofiy kelayotgan edi. Uni so'zini eshitib, "Ey birodar, siz rozi bo'lish uchun siz ham undan rozimisiz?" dedi. "Sizdan Alloh rozi bo'lishi uchun siz ham undan rozimisiz?" dedi. Bu kishi, "Siz Alloh rahmat qilsin, kimsiz?" dedi. "Men Imom Shofiyman" dedi. Shunda Imom Shofiy aytdi: "Iza kana sururuka bin niqmati ka sururuka bin ni'mati faqat radita anillah." Diqqat qilinglar. Haligi ko'nglimiz yoqadigan ish bo'lsa, har safar yutaversak, ko'nglimiz zo'r, naslinamiz zo'r turadi. Ammo har safar yutkazaversak nima bo'ladi? Alam qiladi yoki yeta olmasak norozi bo'lamiz. Bizga yoqmagan ish sodir bo'lganda jirillashni boshlaymiz. So'zni qarang. Agar musibatga ham ne'matga quvongandek, rozi bo'lganingdek rozi bo'lsang, demak sen Allohdan rozi bo'lsan. Ne'mat kelganda qanaqa rozi bo'lar eding? Musibat kelganda ham shunaqa rozimisan? Demak Allohdan rozisan, demak Alloh ham sendan rozi.